Assalomu alaykum obunachilar. Videoni oxirigacha ko'ring, albatta foydali bo'ladi. Sizda juda ko'p tovuqlaringiz bor, makiyanlaringiz, yaxshi xo'roz sotib oldingiz yo yana bitta yaxshi makiyan sotib oldingiz. Olgan yangi tavug'ingizni iloji boricha boshqa joyga qo'ying. Bir hafta. Agar siz quyon sotib oldingiz, quyoningiz ham sog'lom ko'rib oldingiz, lekin bir hafta boshqa joyga qo'yganingiz ma'qul. Sababi quyon olasizmi, tovuq olasizmi yo jo'ja olasizmi? Siz ko'rib oldingiz, u sog'lom, lekin bozordan yuqtirishi mumkin. Bozorda boshqa tovuqlar bilan, boshqa jo'jalar bilan, quyonlar ham boshqa quyonlarning oldida turadi, nafas oladi. Yuqumli kasallik yuqtirib kelish ehtimoli juda katta. O'shaning uchun iloji boricha joyini boshqa qiling bir hafta. Agar kasallik tekkan bo'lsa, sizga o'zi bildiradi. 2-3 kunda bildiradi. Agar tegmagan bo'lsa, ishonchingiz toza ham hosil bo'ladi va qolgan quyonlaringiz, tovuqlaringiz yoppasiga qirilib ketmaydi.